Suyuning isrof. Shu hafta hamma shu domlaga tanqidiy fikrlarni bildiryapti. Ahli ilmlarni gapirsa, xotini taloq bo'lib ketadi, ilmlilarning go'shti zaharli bo'ladi. Siz ular o'qigan kitoblarni o'qiganmisiz o'zi? deb yaqinlarim ba'zida biror bir domlarni ozgina tanqid qilsam, meni koyib berishardi. To'g'risi men bundan xafa bo'lmasdim. Bu ularning dinga va ahli ilmlarga bo'lgan muhabbatidan deb yaxshi gumon qilardim. Va bu xislat millatimizda ham bor edi. Ahli ilmlarni osonlikcha muhokama qilishmas edi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi voqelik uning hammasi ham unday emasligini ko'rsatib qo'ydi. Shu kungacha domla yoki ustoz deb yurishgan odam bir og'iz nafslariga yoqmaydigan gap aytgani uchun darrov tanqid, hatto masxara qilish boshlandi. Bir bloger akamiz dadalari bilan Instagramga chiqib olib, domlani ko'p kitob o'qimaganlikda, olimlik darajasiga yetmaganlikda ayblashdi, subhanalloh. Shu yerda yana Imom Ahmad rahmatullohi alayhi so'zlarini eslatib iqtibos keltiramanki, har bir insonga shar'iy ilm juda ham zarur. Negami? Chunki shariat ilmi bor odam bir nasihatni eshitsa, uni shariat mezonida o'lchaydi. Agar Qur'on va sunnatga to'g'ri kelmasa, nasihat qilgan odam shayxul islom bo'lsa ham, uzr, bu gapingiz shariatga mos kelmas ekan deb turib, bu nasihatni olmaydi. Shariat ilmi bo'lmagan odam esa uni nafs tarozisiga soladi. Agar nafsiga yo'qsa, gapirgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, mashaalloh, ustoz, zo'r gapirdingiz deb turib laganbardorlik qiladi. Agar nafsiga yo'qmasa, shayxul islom bo'lsa ham ko'p kitob o'qimaganlikda, adashgan, qandaydir firqaga olib ketganlikda ayblaydi. Endi domlaning nasihatlariga kelsak, aytdilarki, jentrani ichiga Mersi jihozlarini qo'yishadi dedilar. Domla, bu xalq nima qilsin? Mersi mingiz keladi. Mersi yurish xohlaydi. Lekin bojxona to'lovlari otdi kallasdi. Shuning uchun jentra olib, Mersi rolini qo'yib, Mersi havas qilib, Mersi yurganda yuradi-da endi. So'zim oxirida siz va sizga o'xshagan barcha ahli ilmlarga Alloh uchun bir narsani eslatamanki, yahudiylarni halokatga sabablardan eng kattasi ularning olimlari, ahli ilmlari oddiy odam xato qilsa jazolashar, muhokama qilishardi. Ammo xalq ichidagi mansabdorlar va obro'li odam xato qilsa na jazolashardi, na muhokama qilishardi. Shuning uchun nasihatlarimizda xolis bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki aytishadi-ku, olim qoqilsa, olam qoqiladi deb. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.